Xotin. Ovqat bormi? Ertaman nima qilding? Ishdan charchab kelyapman. Qani ovqat? Uylarda ahvol nima? Bolalar qani? Nimaga bag'illayapti? Qozon tovoqlarni yuvib, nimaga yuvilmagan? Kir, nimaga bu yerda kirlar ostida turibdi? Ha? Men ishdan charchab keldim. Charchab! Ovqat olib demasdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush keldingiz. Nimasdan xotin, bugun ovqat qilmadingmi? Yo'q, qilmadim. Bugun ozgina ishim bor edi. Ben sizga ovqat oldim. Rahmat, dadajon, siz bugun o'rganmadim. Rahmat, xush kelibsiz. Xotin ovqat qilish uchun erga tegmagan. To'g'rimi dadasi? To'g'ri. Xotininglarda ehtiyot qilinglar. Amin. Rahmat. Seni öyle seviyorum